O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabr kuni qabul qilingan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosi doirasida Jizzax viloyatida faoliyat yuritayotgan BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Men nafaqat xodim, oddiy fuqaro sifatida shuni aytamanki, naqdsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish bu yashirin iqtisodiyotni oldini olishga erishiladi. Xorijiy davlatlar tajribasidan ko'rib chiqish mumkinki, naqdsiz hisob-kitoblar amalga oshirilganda ortiqcha soliq yashirish, yashirin iqtisodiyotni yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamayishiga erishiladi. Bizda jamiyatimizda ham mahsulotlarni sotishda albatta bunga alohida e'tibor qaratamiz. Komplens xizmati va buxgalteriya bo'limi xodimlari hamkorlikda muddati o'tgan debitor qarzdorlikni, jumladan 10,1 milliard so'm muddati o'tgan debitor qarzdorlikni 1,1 milliard so'mga tushirishga erishdik. Bundan tashqari, korxonamizda ortiqcha asossiz xarajatlarni oldini olish uchun 3,8 milliard so'm ko'rsatishga erishdik. Mazkur farmon mamlakatda sanoatni modernizatsiya qilish, innovatsion va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, shuningdek elektr transport vositalarini ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Farmon ijrosi natijasida korxonada ishlab chiqarish jarayonlari zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan. Mahalliylashtirish darajasi bosqichma-bosqich oshirilmoqda. Bu esa import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish hamda aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 246-sonli farmoni doirasida ekologik toza elektr avtomobillar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilib, atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadlari izchil amalga oshirilmoqda. Aytish joizki, mazkur farmon BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasining barqaror faoliyati va kelgusi rivoji uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda.